Biz uy olsak har doim tepa qavatdan olamizda. Mani rahbarimni bitta gaplari bor. Endi 2010-yildan beri ishlaydigan rahbarim bor. Mana shunaqa rahbarlarim bor. Yillab ishlayman-da ular bilan. Oilada bitta aka-ukadek bo'lib ketadimi, borib shunaqa yaqin bo'lib ketar ekansizlar shu rahbarlaringiz bilan. Shu rahbarimni bitta gapi bor. Shahlo, burgut bo'ling. Shunaqa gapiraverardilar-da. Nimaga unaqa deydilar? Ko'p o'ylardim shu gaplarni, so'rashga xijolat qilardim. Keyin yaqin bo'lib ketganingizdan keyin, bemalol gaplashaverasiz-ku o'zingizga bo'lib ketganingizdan keyin. Shunaqa nimaga unaqa deysiz desam, tepaga chiqsangiz, burgut bo'lib uchsangiz, o'sha pastni ko'ra olasiz, nimalar bo'layotganini ko'ra olasiz, kuzata olasiz deb aytardilar-da. Tepada yurgan o'sha uchgan qushlar pastdagi holatni ko'ra oladi yoki bo'lmasam deylik o'sha tepada yurgan, tepadan nazar solib analiz qilib qaraydigan bo'lsangiz, nimalar yo'qotilyapti, nimalar ko'zdan qochyapti, nimalarga e'tibor bermayapmiz, mana shu narsalarni kuzatish ko'rish imkoniyati bor demoqchiman-da. Shu so'zlarni ma'nosini ham mana endi tushundim. O'sha ko'proq kuzating, ahamiyat bering, tepaga chiqing, harakat qiling deb aytganlar.